Mana bu hunajlar ko'rib baho beringlarchi. Rossiya Federatsiyasidan cho'rni piyostra hunajlar yetib keldi mana o'ta gullardi. Bellar sut bo'yicha ham, hamma yo'q bo'yicha yondirib oladigan mollar mana mashinalar. Bugungi videoda yoritib qo'ldan kelgancha obzorni qilib beramiz. Ko'rib turasizlar aka-ukalar. Assalomu alaykum. Diyorbek Uz kanalining obunachilari, YouTube chorva ishqibozlar. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videorolikda zot ko'chat rossiyskiy ishqibozlarga aka-ukalar ekranda yaxshilab o'rnash bo'laverasizlar. Sizlar uchun bugungi video maxsus edi, xuddi shunaqa video bo'ladi. Ko'rib bitta baho beringlarchi. Rossiya cho'rni piyostra hunajlar keldi. Rossiya Federatsiyasi O'zbekistonga kirib kelgan. Charchoqlari chiqqan o'ta sifat bo'yicha yorib qo'ygan cho'tki hunajlardan keldi. Yoritib obzorni qilib beramiz. Video yoqsa kelabdan mashinaga layklar bosib qo'yasizlar. Bugun 2026-yil 10-yanvar. Videomiz bo'lyapti Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Cho'nbog'ish Qo'ng'irotda. Kalalari ham o'ta zo'rlardan, shoxli variantlardan so'raganlarga mana. Sifat o'ta yorib qo'ygan hunajlar. Bir map obzorni qilib beramiz akalar. Layklar bosib turaverasizlar. Kanalga yangi obuna bo'lish esdan chiqmasin inshaalloh. Mol zo'rlarni chiqarsak, videoni birinchilardan ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Bellan qaranglarchi aka-ukalar. Beldor korobkalar 4 burchak. Ko'rib bir baho beraveringlar. Molni sifat bo'yicha yorib qo'yganlar. Ostilar oq yelin hammasini. Chuchaklari, so'skalari ham yo'qlar, oq zo'rlarda mana. Sutga ishlayman degan obunachilarga o'zim tavsiya beraman. Molda injiqlarida ko'rib baho beraverishlar. Bularning yosh oyliklari 1,5 yosh shunaqa atrofda. Neriga nima sal kattaroq, yoshi yetgan ekan. To'rkurak chiqargan ekan bunimiz. O'ta ranglari tiniq zo'rlarda. Korobkalari 4 burchak, beldor variantlarda mana. Bunimiz nima deyapti? Bishosdi o'ta udardan u. Ko'rib baho beringlarchi bitta. Mana ostilar. Ostilar u gapira olmayman ekan xolos. Ko'ringlarchi akalar. Yo'qsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana bittasi. Suti borga o'xshaydi buni. Sutni yorib oladiganlardan. Hammasi so'skalari, yelinlari ham yo'qlar, oq yelinlardan so'raganlar bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar, molda o'ta injiqlardan. Bo'ylari 1.30 a? 1.30 chiqaveradi. Orqa tomoni baland. Orqa tomon baland. Oldi 1.30. Hammasi o'z tengqur. Balandroq, 1.40. 1.40 qolaveram. 1.40. To'rkurak chiqarib qo'yibdi akalar. Yemish sal kamroq bo'lishi uchun qochmagan ekan. Xudo xolasa uylarga olib borib sirasiz qochiraverasizlar. Molda injiqlardan. Ha, to'ralasi bo'zak. Kurak tushormagan hali. Kuragi yo'q. Rossiya Federatsiyasidan kelgan, charchoqlari chiqqan. O'zbekiston iqlimiga moslashganlardan, ha? Yedishlar ham yo'qlari garantiyalar beriladi, ko'rib baho beraverasizlar. Kommentariya yozaveringlar, fikr mulohazalaringizni qoldiraverasizlar. Bular yashur ham yo'qlarga imlamana qilingan. Xudo xolasa bo'lmaydi yashur. Ko'rib bitta baho beraveringlarchi. Bishosdi o'ta udaridan ekan bunimiz. Cho'rni piyostra. Rossiya Federatsiyasidan kirib kelgan mollar bular. Bularimiz bo'ylab 1.30, bunimiz 1.40 chiqaveradi. Endi narxini aytamiz, aka-ukalar. Hammasini olaman degan obunachilar uchun 27,5 milliondan ketaveradi. Dastlabkilar vodiy bo'ylab bepul. Xudo xolasa molni sifat bo'yicha, sut bo'yicha yoraveradiganlar mana mashinalar bo'ladi. Bitta ko'rib, mashinaga like tugmachalarni bosib qo'yasizlar inshaalloh. Hammalarga buni amallar ko'plardan bo'lsin. Bellariga qaranglar aka-ukalar. O'ta katta 4 burchak korobkalari ham yo'qlari zo'r. Bitta tashab qo'yib aka-ukalar buni boqsalar ham o'ta zo'r bo'ladi molda. Xudo xolasa ham yo'qlari garantiyalar berilyapti. Yedishtilari qonigacha ham yo'q, tekshirib turaverasizlar. Tuyoqlari ham o'ta kelib qo'ygan, go'zallardan. Xudo xolasa obuna bo'lib qo'ysalar kanalga, buni mollarni ko'plarini chiqarib beramiz. Oldidan ham bir ko'rsatib beramiz mollar. Nima deyapti bu mollar akalar? O'ta injiqlardan. Sifat bo'yicha, hamma yo'q bo'yicha nomer adillardan ular.
Xudo xolasa mollar zo'r. Bunimiz sal kattaroq ekan, 20 yarimdan ketaveradi bu ham aka-ukalar. Xudo xolasa narxni o'ta bomba qilamiz, priz qilamiz. Aka-ukalar, bular novosga tayyor. Xudo xolasa uyga olib borib, ozgincha baqsalang novos bo'lib tayyor bo'ladi. Qochirib 9 oy kutib, xudo xolasa 30-40 litr sog'ib olaman degan aka-ukalar uchun men tavsiya beraman. Xudo xolasa molda o'ta injiqlardan, zo'rlardan, sifat bo'yicha yorib qo'yganlardan. Layklar bosib qo'ygan bo'lsalar akalar, xudo xolasa moldan zo'rlarni chiqarib beramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, qo'ng'iroqchalar chalib qo'yasizlar. Xudo xolasa mollarni ko'plarni zo'rlarni chiqaramiz. Bizda bo'ladi molda o'ta udorlar. Mashinasini ostini ko'rsatib berak. Oq yelin, so'skasi uzun. Yelinlar osilgan zo'rlardan. Xudo xolasa o'zim tavsiya beraman. Kelib ko'rib olasizlar. Nomerlarimiz 97 kod bilan 555 83 75 raqamiga aloqaga chiqaveringlar. Albatta narxlarni yengil qilib beradi. Hammalarga rahmat obunachilar. Kelib ko'rib olasizlar. Tanlashlarga qarab narxlar o'zgarishi mumkin endi. Jupiga olaman deganlar uchun narx aytildi. Xudo xolasa kelib ko'rib olaveringlar. Molda o'ta zo'rlarda. Hammalarga rahmat, chorvalarga omad. Gazini bosamiz.